bugun milliy look qilib ko'ramiz, chunki bugun milliy partiga boraman. Milliy parti bo'lgani uchun hamma milliy kiyimda kelishi shart. Makiyajimni ham, sochimni ham shunaqa chiroyli qilib o'zim uyda qilib oldim. Ko'ynagimni yo'q, вообще gapirmasa ham bo'ladi, o'lib qolgan ustimda. Qachonlardir mana shu zireyni olgandim. O'sha qachonlardir bekorga olmagan ekanman. Obrazga zo'r tushdi zirey. Boy xotinlarga o'xshab tillalarimi taqib olay dedim. Imенно mana shu toshli uzun menga juda ham qadrli. Buni rangi ham o'zgaradi. Quyoshda boshqacha, suvda boshqacha rang bo'ladi. Iliq havoda boshqacha bo'ladi. Zo'ra. Yo'q qizlar, menga tushuntiringlar, nimaga qo'limizda shunda sochimizni yig'ib ko'rsangiz zo'r turadi-da, lekin keyin zakolka bilan yig'sak unaqa turmaydi. Boshimga ham ikki xil aksessuar tanlab ko'rdim. Menga ikkinchisi ko'proq rangi kumush rang bo'lgani uchun uzuvlarimni ham o'zgartirdim. Bugun mana shunaqa shirin hid keladi. Eng neudobniy kablukimni tanladim. Unga moslab mana shunaqa qora sumочка va qarabsizlarki, men tayyor. Boshingizga yarashmagan, o'tingizga yarashmagan, butingizga yarashmabdi demaylar, balonyapsizlar, hammasi cho'tga turibdi. qilib milliy partiga ham kelib oldim. O'zi ham kelsam hamma kelib bo'libdi. Har doimgidek hammadan kechikkanman. Kamol opamlarni ko'rib qoldim. Mana тоже мне degan videoim bor, tushib bering dedilar. Tushib beraveraman, тоже мне dedimda tushib berdim. O'zi ham qornim och keluvdi. Tez qornimni to'ydirib olib, tez likillashga tushdim. Meni bilasizlar qanaqaligim. Likillab hammaga ko'z-ko'z qilib o'zimni ko'rsatishim kerak. Hamma o'zi ham qo'ynagimni kelib so'radi. Hech kimga aytmadim. Menga reklamaga pul to'lashmagan. Bu qo'yningni nima qilasizlar? Har kuni milliy parti bo'lmaydi-yu. Milliy kiyinaveradi. Magazinimga borsanglar, yangi kolleksiyada takkoy qo'yninglar kelgan. Mamma qizni ko'rib, вообще hattan bu kelinchi kelib qoldi bo'ylab. Xullas ko'p o'tira olmadim. Uyga borishim kerak edi. Kichik video rasmlarimni oldim, hamma bilan xayrlashib uyga surib yubordim.